Sharqiy Turkistondagi zulm va Xitoy jazo lagerlariga qarshi noroziliklar kuchaymoqda. Ülke ocakları Zonguldak şöbesi Komünist Xitay hakimiyetining inson qalbidan chiqqan siyosatlariga qarshi keng ko'lamlik Sharqiy Turkistonga erkinlik yurishi o'tkazdi. Konyada bo'lsa, Anatoliya yoshlar jamiyati boshchiligida bir yerga jam bo'lgan kishilar Xitoyning Uyg'urlar ustidagi kishilik huquq tajovuzchiliklariga qarshi namoyish o'tkazdi. Shuning bilan bir vaqtda Samsun shahrining boshlig'i Zihni Shohin Xitoyning Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarga yurgizayotgan bostirishlarga sukutini buzib, Uyg'ur turk millatiga qarshi elib berayotgan bu zulmlarni to'xtatish uchun har xil shaklda norozilik bildirilishi va har turli faoliyatlarni qilishi lozim dedi. Yana bir tarafdan Sharqiy Turkiston masalasini Turkiya Büyük Millet Meclisi'nde o'tirib qo'ygan Büyük Birlik Partiyasi raisi Mustafa Destici Turkiyani Sharqiy Turkistonga yordam berishga chaqirdi. 15 dekabr İstanbuldan yo'lga chiqqan va 22 dekabr Düzce'ga yetib kelgan 9 kishilik guruh Kocaeli, Sakarya va Düzce'de sepib ketilganlar bilan 30 kishiga yetdi. Turkiya va Sharqiy Turkiston bayroqlarini ko'tarib, Saharda D100 tosh yo'lini bo'ylab yo'lga chiqqan guruh orqadan Bolu teg'iga qarab yo'l oldi. Payshanba kuni Amerika Adliya Ministerligi tarafidan sunilgan arizda Xitoy hakerlarning 100 mingdan ortiq Amerika dengiz armiyasi xodimining uchurlarini o'g'irlaganligi bildirildi. Aybnomada Juha va Jang Shilong ismli ikki hakerning Xitoyning bosh istixborot organi bo'lgan Xitoy Davlat bexatarlik ministerligi bilan munosabatli guruhlar bilan birlikda faoliyat olib borganligi o'tirib qo'yildi. Amerika Kengash palatasi yaqinda Saudiya Arabistonga aloqador qattiq bir pozitsiya bildirdi. Saudiya Arabistonning neft sohasida Xitoy bilan iqtisodiy va siyosiy jihatdan yaqinlashishi neft dollar sistemasiga tahdid deb qaralmoqda. Amerikaning bu tahdidlarga qarshi Yaman qatorliq nurg'un masalada Saudiya Arabistonga tanbeh berib, Riyod doiralarini o'ziga qartishga tirishganligi bildirildi. O'zbekistonning sobiq prezidenti Islom Karimovning maslahatchisi Mo'ydin To'xiri qo'lga olindi. O'zbekiston Bosh taftish mahkamasining axborot ishxonasining bildirishicha, Mo'ydin To'xiri qo'lga olingan bo'lib, tekshirilmoqda ekan.